Assalomu alaykum, Ayub mebel mijozlari. Bugungi chiqqan ishlarimiz high-tech fason bo'ladi. Ruchkalari ham xudo xolisa sifatligidan, krashini MDF bo'ladi. Past tepalari MDF bo'ladi. Ichlari bu mexanizmlari. 3 tadan qo'yilgan shaynerlar, mexanizmlar sifatli. Stanok kromka bo'ladi, orqalari qalin. Xudo xolisa kачествоsi vashcha zo'r. Bu 3 talik bo'ladi komplet. Bu sondig'i pastidagi. Bu ham yoniga ochiladigan bo'ladi. O'rtada stoykasi ham bor. Yuk tushab turadigan. Bu o'chilasi komplet bo'ladi. Pastdagi razmeri 1.18, tepadagilarning uzunligi 85 dan bo'ladi. 290 bo'ladi razmeri. Bu yonidagi oyoq kiyim postavkasi. Sifat kraskalar bir xil sondig'i bilan. Bular ham sifatli. 12 ta oyoq kiyim sig'adi. Zakasni ishlar, xudo xolisa vashcha zo'r sifati. Zakas qila olasizlar, dastavkalar bor, butun O'zbekiston bo'ylab bor. Pukovka qilib chiroq qilib chiqarib yuboramiz.